Assalomu alaykum. Hadisa recheptini sizlarni vaziyat yaxshimi? Hozir ishga keldim. Sizlarga bugun ozgina suv haqida ma'lumot beraman. Musoffoga kirishdan oldin tayyorgarlik ko'ramiz. Sexga kirish uchun demoqchi edim. Sexga birinchi boshimizga bir xil kiramiz, обязательно. Sochimizda ko'rinish kerak emas. Ziretlarimizni yechishimiz kerak. Ziret taqish ham emas. Bo'yinda siroshka qo'llarimizni hech qaysi bo'lishi kerak emas. Cho'nchagimizni solamiz. Qo'limizni yellab yuvamiz. Yuvardik. Endi spirtlaymiz. Keyin apparatda quritamiz. Endi bo'shtamayapti. Shunday pad beradi videoga qo'yganimda. Xullas, quritamiz.